عن أبي هريرة مرفوعا. أبو هريرة خبرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كان من يدخل الجنة ينعم. أجر بركشن جنة كرتسلر يعني بركش جنة كلكسة أو ينعم يعني قل راحت الكتاب ولا شاق قل راحت الكتاب ولا شاق لا يبأس هم جنة كركنكش bir qo'shinda qayg'irmayishaq. Bir qo'shinda qayg'irmayishaq. Mana biz bugun bu dunyoda yashaymiz. Bizning bir qayg'u, bir problema yashasang, ish problema kelib chiqqan, oqsha kerak, больницаga bora kerak, kiyim kerak. Jahannam ahli, jannat ahllari bir qo'shin qayg'irmayishaq. Ularning onday mashaqqatlari bo'lmayacak. Ular gil rohatlikda bo'lashaqlar. La tubla siyabahu. Hatto ularning kiyimlari degan bir qo'shinda iskirmayishaq. Bizning bugun kiyim olamiz, oyoq kiyim yirtila, qishki kiyim kerak. Tigisi toza, jannat ahllarining kiyimlari tuzmayashaq. Tuzmayashaq. Va la yafna shababakum. Hamalar bir qo'shinda qartaymayashaqlar. Hamalar bir qo'shinda gil rohatlikda bo'lashaqlar. Bir qo'shin qayg'irmayashaqlar. Gil yash kelish, ular bir qo'shinda qartaymayashaqlar. Shu 33 yoshda bo'lashaqlar. Haminde ularning kiyimlari bir qachon tuzmayashaq. Ularning kiyimlari bir qachon tuzmayashaq. Shunga ko'ra Allohdan so'raymiz, Alloh subhanahu taolo bizning baribizning ham shu darsni tinglovchilarni baribizning jannat ahllaridan etsa edi. Jannat ahllaridan etsa edi. Davom etamiz.